Assalomu alaykum ustozlar. O'quv yilining yakunlashi bilan kundalik, elektron kundalikni hisobotlarini yopishimiz kerak. Yillik, choraklik baholarni chiqarib, shunda har xil savollar bo'lyapti. Mana kelajak soati qanday yopiladi? Kelajak soati og'zaki baholanishi kerak. Bu yerda mana raqam bilan emas, og'zaki baho. Har birida mana DJga kirib, tahrirlashdan og'zaki baholashga o'tkazib baholagan bo'lishimiz kerak. Kundaligim hozir qotyapti hozir. Mana shu tartibda oz deb qo'yib chiqiladi. Imtihon bahosiga hech narsa teginilmaydi bu yerga. Bo'sh qoldiriladi. Jurnalni arxivlayotgan vaqtimiz o'zi X belgisi qo'yiladi. Kimdirlar oz qo'yib belgisini qo'yibdi, u xato hisoblanadi. Xato. Keyin mavzularga e'tibor berishimiz kerak. 1 soatdan bo'lsa 34 soatni tashkil qilish kerak. Bayram sababli bekor qilingan darslarning mavzusi keyingi haftadagi dars mavzusi bilan tig'izlashtirilgan holda joylashtirilishi kerak. Endi 1 soatlik darslarda 1 soatlik mana shu tartibda chiqadi, ya'ni ikkinchi chorak va 4-chi chorakning o'rtacha bahosi yillik bahoga qo'yiladi. Ikkalasining o'rtachasi, ya'ni ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lib o'rtachasini yillik bahoga qo'yamiz. Imtihon bo'lmagan taqdirda to'g'ridan-to'g'ri yillik bahoni yakuniy bahoga ko'chirib qo'yamiz, hech qanday o'zgarishsiz. 2 soat va undan ko'p bo'lsa, mana yuqori 10-11-sinflarda birinchi yarim yillik, ikkinchi yarim yillik bor. Birinchi yarim yillikning bahosi birinchi va ikkinchi chorakning o'rtachasi qo'yiladi birinchi yarim yillikka. Ikkinchi yarim yillikka 3-chi va 4-chi chorakning o'rtacha bahosi qo'yiladi. Yillikka esa birinchi yarim yillik va ikkinchi yarim yillikning o'rtacha bahosi yillik bahoga qo'yiladi. Agar imtihon bo'lmagan taqdirda yillik baho yakuniy bahoga ko'chirib qo'yiladi. Agar imtihon bo'lsa, imtihon yillik baho va bahoning o'rtachasi yakuniy bahoga ko'chirilib qo'yiladi. Baholarni chiqarib bo'lganimizdan keyin bitta yarim baho qolib ketgan bo'lishi mumkin. Buni tekshirib ko'rish uchun hisobotlar bo'limiga o'tamiz. Hisobotlardan fan o'qituvchilariga degan joyni tanlab, o'zimizni fan tanlab o'qituvchini tanlaymiz. 4-chi chorak tekshirmoqchimiz. Mana hisobot. 4-chi chorak mana bahosi mavjud emas, hammasi 0 bo'lib turishi kerak. Agar shu yerda birontasida raqam turgan bo'lsa, 0 dan boshqa raqam bo'lsa, buni hamma sinfni ochib ko'rib, qaysida baho qolib ketgan bo'lishi mumkin tekshirib ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerdan ochib ko'rishimiz mumkin. Bu ko'proq kundalik, elektron kundalikda serverda muammo bo'lgan vaqtda qo'ygan baholarimiz tushmay qolishi mumkin. Shuni tekshirib olish kerak. Endi bizda muammo yo'q ekan. Endi sinf rahbarlari. Sinf rahbarlar qanday tekshirib olsa bo'ladi? Mana sinf rahbarlariga degan joyni bosadi. Shundan o'zini sinfini tanlab hisobot qurish sinf bunda chiqmaydi.
Mana bu yerda sinflar degan joy. Sinflar, kerakli sinf tanlaymiz. 4-chorak. Masalan, hisobot qurish. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizga jismoniy tarbiya fanidan baho chiqarilgan. Qolganlardan baho chiqibdi 4-chorakda. Agar yil bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsak, mana yilni bosib, hisobot qurishni tanlaymiz. Bu yerda hammasidan, bu yerda esa kimyo fanidan yillik baho qo'yilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Kimyo fanidan. Boshqa choraklarni ham chorakda almashtirib ko'rib olsak bo'ladi. Endi mana maktab bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsak, birinchi sinf ham kerak. 4-chorakni tanlaymiz. Mana bu tichkani olib qo'yamiz. To'rtinchi chorak bo'yicha umumiy maktabning hisobotini chiqarib beradi. Elektron kundalik sekin ishlayapti. Hisobot tayyor bo'ldi. Oxirida mana bu foizi chiqqanlar bahosi 4-chorak bo'yicha yopilgan, hammasi yopilganlar hisoblanadi. Mana bu yerda 5A sinfda qandaydir muammo bor, qaysidir fandan baho chiqarilmagan, shuning uchun foiz berilmagan. Mana 6-sinf to'liq yopilgan. 10-sinf, 11-sinf hammasida. Ularda imtihon bor, lekin 4-chorakni chiqarib qo'ysak bo'ladi. Yillik bo'yicha ko'rmayapmiz, faqat 4-chorak. Mana 4-B sinfni ochsak, mana yana qaysida yo'q edi, 5ta ochaylik. Mana shunda. Endi qaysidir sinfning jurnalini o'quv yili oxirida sinf jurnalini arxivlab topshirish kerak. Shuni qanday amalga oshiramiz? Mana jurnallarga kiramiz, jurnal. Undan chop etishni tanlaymiz. Chop etish yil davomida bo'lib turadi. Kerakli sinfni tanlab, 10B sinfni tanlaymiz. O'quv yili uchun arxivga kiritiladigan hisobot hujjatli. Bitta sinf uchun tanlab, kelajak soat kerak emas, bu yerda chiqarib tashlaymiz. Tayyorlashni bosamiz. Bu ozroq vaqt oladi. Mana hisobot hujjati tayyor bo'ldi 10B sinf 25-26-o'quv yili uchun. Endi bu yerda hozircha to'liq emas edi, shuni chop qildim. Bu yerda chala baholarni ko'rishimiz mumkin. Mana jami baholar chiqmagan o'quvchilarga. Jami baholar qo'yilmagan. Mana shu tartibda jurnalni chop etishimiz mumkin.